Yana bir marosim haqida ma'lumot bermoqchiman. Bu dafn marosimidagi yor-yor. Qadimiy Zardushtli dinidan qolgan udum. Endi to'ylarda, har xil marosimlarda, bayramlarda qo'shiqlar ijro etiladi. Endi dafn marosimida ham avvallari qo'shiqlar ijro etilar edi. Marsiya deb ataladi. Mana shulardan bittasi bu yor-yor. Shum yor-yor ham deyishimiz mumkin. Uylanmasdan yoki turmushga chiqmasdan olamdan o'tgan yigitlar, qizlar uchun aytiladigan qo'shiq yor-yor. Lekin bu to'ydagi yor-yordan farq qiladi. To'yda quvnoqlik, o'yin-kulgi, baqir-chaqir bilan, sho'xlik bilan ijro etilgan bo'lsa, bu yig'lab, nolib, oh urib aytiladi. Go'yoki uylagandek yoki turmushga uzatgandek. Dafn marosimi go'yoki ularning to'yidek. Oxiratda shu yolg'iz bormasin degan ma'noda shunaqangi qo'shiqlar ijro etilgan. Bu yaqingacha davom etib keldi. Endi ayrim joylarda qisman saqlanib qolgan. Islom dini kirgandan keyin bunaqangi udumlar ham sekin asta barham topa boshlagan. Bunaqangi qo'shiqlarni juda bir og'ir qiyinchilik bilan, masalan, o'sha kafanga o'rash bo'ladigan bo'lsa, o'sha oq libos, to'y libosi degandek ma'nolarda bo'lgan, chuqur ma'noga ega bo'lgan og'ir qo'shiqlar hisobiga kiradi. Lekin endi buni bugungi kunda ijro etib boshqa qilishning aslo keragi yo'q. Chunki baribir bu maqsadiga erisha olmadi. O'sha yigitning uylanmasdan, qizning turmushga chiqmasdan vafot etishi endi og'ir judolik. Bugungi kunda endi bunaqangi yor-yorni odamlar ko'tarmaydi. Shuning uchun bularni ijro etmagan ma'qul deb hisoblayman. Endi shunga qaramasdan shu qadimiy udumlarimizdan ayrimlari haqida ma'lumot berishni lozim topdim.